Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Bugun sizlar bilan Do'mbrobod rezidens loyihasini, lokatsiyasini o'rganishga keldik. Ko'rib turganingizdek, biz Mustang zapravkasini ro'parasida turibmiz va bu ko'cha eski Sobir Rahimov yangi Olmazor metrosi ko'chasi hisoblanadi. Mana shu yerdan kelganda o'ng tomonga qayrilganda Tirsakobod mahallasi keladi. Bu Tirsakobod mahallasiga 100-150 metr yursangiz, domlarimizni ko'rishingiz mumkin. Ko'rib turganingizdek 14-qavatni перегородкалari qurilyapti. Bu degani yana 2 qavatdan keyin binoyimizni tom qismi yopiladi degani. Chap tomonda bo'lsa 16-go'rbanitsadan kelganda Do'mbrobod ko'chasi, o'shadan to'g'ri kelganda Perekreostkadan yana to'g'ri o'tib ketasiz. Chap qo'lingizda Mustang zapravkasi chiqadi, o'ng qo'lingizda Строительный bozor bor. O'ng tomonga yurib ketsangiz, Yujnidan chiqasiz. To'g'ri Yujnidan keyin Sergeliga o'tib ketsa bo'ladi. Chap tomonga qayriladigan bo'lsangiz, bozor, ipodrom, Bek Baraka, Abu Saxiy bozorlari chiqadi. Lokatsiya juda ham qulay, o'zimga ham yoqadi. Nimani hisobiga? Metro bir qadam. Yonida bozorlar bor, kafelar bor, zapravka bor yonginasida va eng zo'r tomoni universitetlar bor. 2 ta universitet va 3-chisi qurilyapti. Bu degani, agar ertaga bitta xonadon olib, uni arendaga beraman deydigan bo'lsangiz ham har doim odam topa olasiz. Ko'rib turganingizdek, biz hozir Mustang zapravkani yonidamiz va mana shu joydan bir 4 minutli yo'l menimcha ko'rinib turibdi. O'zingizlar ham ko'rsanglar bo'ladi. Domlarimiz boshlangan.